Vaqt satavelish. Avtori Maryam Qurban. İkinci qism. Bir qancha hafta o'tgandan keyin dadasi uning maktabiga keldi. Bu qatim u dadasiga sinchilab qaradi. Dadasining mag'rur gavdasi sal engishgan bo'lib, doim xuddi biri bilan so'qishayotgandek chiqadigan tom ovozi asta chiqadigan bo'lib qoldi. O'g'lim, mush pulni sana berman. Buningdan keyin men boshqa shaharga berib bir ish qilishim mumkin. Sen tirishib o'qigin. U qo'lidagi chekka qarab bir hasa turib qoldi. Shundan keyin u dadasidan xabarni olmadi. Hashamatlik dachisiga borgan edi, qo'rodan boshqa biraylan chiqdi. U bu qo'roni o'zlarining setib olganligini aytib, darvozani yepib kirib ketdi. Uning amdi hech kimi qolmagan edi. U to'liqsiz o'tirini bitirib, o'qishdan ayrilishga majbur bo'ldi. Bu balalikni ana shundoq oxirlashtirib, jinini boqadigan bu yo'lga o'zini otdi. Bemor uyqudan uyg'ongandek ko'zlarini bidirladi. Butun vujudi bilan bir narsani topmoqchi bo'lgandek atrofga mo'ldirlab qaraydi. Biroq u qop-qorong'u bir dunyoga tushib ketib bormoqda. U bu qorong'ulik ichidan yulqinib chiqishga urinmoqda. Biroq chiqolmay qiynalmoqda. Birlaridan panohlik tilamaydi. Qo'llarini uzatib, o'zini qutqizib qilishini kutmaydi. Yolg'iz o'tgan kunlar uni sarsarliq, sargardonlik ko'chisi kutib oldi. U dastlab oshxonalarda, keyin ko'mir kallarida ishladi. Yalang'ochlik, muhtojlik, turmushning kulfatlarini harg'ich tortdi. Uning baradigan yeri bo'lmag'achqa oshxonalarda kech-kunduz qo'nib ishladi. Qarong'u kon ostonlarida kecha bilan kunduzni farqsiz o'tkazdi. Jafoliq kunlar uning yumran qo'llariga qadoqlandi. Oppoq yuzlariga ma'yuslikni ifodalab turadigan qora dog'larni besib qo'ydi. U tinmay ishladi. Bir tangini ming bir jafolarda topgan chog'larida to'lagan badallari dadasining pul sening jiningga o'xshaydi degan so'zlarni eslatdi. Shundoq u tinim topmay ishlaydi. Pullarini tejab ishlatadi. Ba'zida yaxshiroq tamoq yeyishga chidamay qo'rsoqni to'yg'izib yuradi. Na do'sti, na beshini silaydigan bir odam yo'q edi. Yolg'izlik uning turmushining ritmi qiyilib bo'lib qolgan edi. Keyin bir uy savdogari uning chiroyli xat yozadiganligini ko'rib, uni uy ilm setim ishlariga yordamlashishga yolladi. Ana shundoq takrorlanadigan kunlar hash-pashdigacha uni qiron yoshlik mazgiliga ep kirdi. Keyin u shu xo'jayinning yordamida bir shirkatda qo'shimcha ishladi. Shu kunlarda uning qalbida zo'r o'zgarish bo'lib o'tadi. U saharda kelib xo'jayinning daftaridagi tizimlikni topshirib olib, uy setib olganlar bilan kelishim tuzadi. Uning ishxonasiga o'tadigan palampay yanidagi bo'limda shirkatning materiallarini kompyuterda tayyorlaydigan bir qiz ishlaydi. Qiz kompyuter oldida shundoq chiroyli o'ltirib, yengil mashg'ulot qiladi. U xaridorlar bilan bitgan materialni qizga akirib beradi. Qiz kompyuterda bosma shaklni tayyorlab chiqadi. Shunga ular kunda degudek uchirishib turadi. Qiz uningga yengil kulib qo'yadi-da, uning akirgan materiallarini elib qoladi. Yigit qizning taqildab menib, ishxonasiga kirib chiqib yurgan harakatlargacha quloq soladi va uning mangan turgan harakatlarini ko'zi tatdi. Qiz har kuni oppoq badani ko'rinib turadigan ko'ylaklarni kiyib, chiroyli yasinib, inchki ballarini o'ynatib kirib chiqib turadi. Uning qalbida bir nozik tuyg'u qad ko'tarishga boshladi.
u bu go'zal qizga oshiq bo'ldi. Bu uning qalbida paydo bo'lgan go'zal turmushga bo'lgan tunji intilish. Shundaqla hayotidagi tunji va birdan-bir shirin tuyg'u edi. Qizning agim qoshlari uni maftun qiladi. Turmush nima degan go'zal, ha? Qiz uning bilan chiqishib qoldi. Biroq qiz holliq oilaning yolg'iz farzandi edi. Pulni suvdek xashlaydi. U yigitdan sayohatlarga, tansalarga berishni, kinolarni ko'rishni talab qiladi. Biroq uning qiz uchun pul xashlashga qurbi yetmaydi va ko'zimi qiymaydi. U mundaq vaqtlarda o'zining yana ishlaydiganligini bahona qilib, qizni bog'chalardan qaytirib keladi. Qizning ko'ngli uningdan yandi. Keyin qizning dadasi bu yigitning turmush ahvolining yaxshi emasligini bilib, qizni bir advokatga yotliq qilib berdi. Yigitning qalbi kuyuk o'tining dardida o'rtandi. Uzoq kechalarni hijron azobida uxlamay o'tkazdi. Odam yo'q yerlarda yolg'iz o'ltirib, yoshlarini to'ydi. Shunda qilib, uning yuragida yongan muhabbat, go'zal turmushga bo'lgan intilish ana shu kechalarda kuyib, asta-asta o'chib, kul bo'lib ketgan edi. Kunlar bir xil o'tib-o'tdi. Endi uning qalbida muhabbatmi, qiziqishmi, shodlikmi, shanbimi, dushanbimi o'xshashli edi. Faqat qiziqish bodi kelsa, pulga qiziqadi. Qat'iy tiz bukmay ishlaydi. O'zining kundalik xarajatidan boshqa ishlarga faqat pul xarjlamaydi. Butun vujudi bilan pul yig'adi. Bir tangidan yiqqan pullarni buzg'isi kelmaydi. Shunda qilib bir qancha yillar yana o'tib ketdi. Uning yiqqan pullarimi xeyli ko'paydi. Bu yillarda u bir shirkatning paychiki bo'lib qoldi. Keyin o'zimi bir shirkatning xo'jayini bo'ldi. Biroq u hech nimani suyamadi. Ustiga oddiy talos top diskisini kiyib, koni bir mashinani haydab, qo'lidan bir koni sumkani tushirmay yurdi. Asla do'st tutib baxmadi. Kishilar bilan faqat savdo ehtiyoji bilan paranglashib qo'yadi. Bemor yana uyg'onib ketdi. Uning yeniga bo'ylari kelishgan bir ayol kelib to'xtadi. Ayol uning kiyimlarini olmoqchi bo'lgandek uningga qo'l uzatmoqda. U ayolni darhol tutib olmoqchi bo'ldi-yu, biroq tutamadi. Chatdagi ayol yiroqlab ketmoqda edi. Uy tutish. U 30 yoshga kirgan yili uningga bir yetim qiz ko'yib tegdi. Bu oddiy to'y marosimi o'tkazib, qiz bilan to'y qildi. Ular bozorga ancha yiroq bo'lmagan bir oddiy binoda o'tiradi. Uy chechan ayolning qo'lida pakiz, ratlik saramjalashtirildi. Ayol shunchalik tirishchanlik ko'rsatib, erining holidan xabar oladi. Eri koni mashinasini haydab, atdiganda chiqib ketsa, kechda biroqla qaytib keladi. Ayol har ishkilisining bu uyga keladigan urug' tuqqunimi yo'q. Ayol faqat bir necha yaqin do'stlari bilan berish-kelish qiladi. Ular boshda uni katta boyga tegdi deyishib, lavlarini tamishitib yurishdi. Biroq oz vaqt berish-kelish qilgandan keyin ba'zilari yo'qadi. Ba'zi oq ko'ngil do'stlari ahvolni bilib, ancha ko'rinmayla berish-kelish qiladigan bo'ldi. Bir kuni bir do'sti uzumasda eri qaytib kelib qoldi va hech bir gap so'zsiz yotoq uyiga kirib ketib chiqmadi. Shunda qilib do'stlari yaqinlar bilan bo'lgan berish-kelishlarmi bir yilga qolmayli to'xtadi. U erdan so'raqsiz hech qanday narsani setib ololmaydi.
uyni remont qilish qatorliq ishlardan tortib, uyning uşaq xarajatlarigacha hammaga aralashadi. Bu oylik xarajatga yetadi. U bu oylik xarajatga yetadi deb bergan pulni bir-birlab hisoblab ayolining qo'liga tutqizdi. O'ziga bir qo'ri kiyim sotib olish uchun erga yolvorishga to'g'ri keladi. Ayol buningga ko'nib qoldi. Biroq qalbi bek yolg'iz edi. Ishlaydi. Xushal bo'lgan kunlari bir ikki og'iz so'zni ochiqroq qilib qo'ydi shu. Kunlar ana shundoq o'tib, ularning qizimi tug'ildi. Qarang, ota bo'ldingiz. Biz bir oz dam olaylik. Bir yerga berib sayohat qilib kelamdik ya. Ha, keyin bir gap bo'la. Million pullarni nima qilasiz? Biz yaxshiroq turmush kechiraylik bo'lamdi. Nima? Sizchi bu yaxshi turmush emasmikan? Biz ya ochqanmisak? Shundoq ochqanmidik. Biroq biz hech qanday ma'naviy huzurni surmadik. Pul demak, ma'naviy huzur degan shu. Mening pulimdan boshqa yana nimam bor edi? U erining munda hayajonlangan turqini tunji qatim ko'rishi edi. U birni xursindida ko'zlaridagi lig'ildab turgan yoshlarini ichiga yutishga majbur bo'ldi. Shundan keyin u eriga o'shiq gap qilmadi. Biroq ayolning qalbini har kuni yolg'izlik tuyg'usi chulg'ib oladigan bo'lib qoldi. Uy ichiga balkondan quyosh nuri to'kilib turadi. U har kuni zerikkan chaqlarida mushu balkonda turib atrofga qaraydi. Balalarni yetilab sirtqa chiqib ketayotgan ayollarga, egiz pashnaliq oyoqlardan chiqayotgan ovozlarga, bir-birini qo'ltiqlashib bozorlarga mengayotgan ayollarga qarab xo'rsinib qo'yadi. Shu kunlarda ularning uyiga yandash uyga yangi qo'shni ko'chib keldi. Qo'shnisining uyidan lirik kuylar anglanib turadigan bo'lib qoldi. Ba'zi kunlari bu musiqa xuddi uydili chalinayotgandek anglanadi. Bir erning gitar yoki iskorobga chalayotgan holatini ko'radi. Ayolning qarayotganini ko'rganda darhol uyga kirib ketadi. Shuning bilan musiqa to'xtab qoladi yoki uyning ichidan bo'sh anglanadi. Mayli qandaqla bo'lmasin, bu musiqalar uning kunlariga yangi ma'no qo'shdi. U bu yolg'iz kunlarni ana shu musiqani jimjit o'ltirib anglash bilan o'tkazadi. Ashpashtigacha uning qizining oyog'i chiqib, yugurib yuradigan bo'lib qoldi. U endi tushdan keyingi vaqtlarda qizini aylantirib kelish uchun sirtqa chiqadi. Shu chaqlarda yeliqi musiqa chaladigan qo'shnisini pat-pat uchirtib qoladi. Beshini yengil egib, uningga salom berib o'tib ketadi. Ayol bu erning doim shundoq yolg'iz yurganligini ko'rib, ichida uning ayoli yo'qmidi deganini o'ylab qoladi. Shundoq kunlarning birida uning bir do'sti tug'ilgan kun ziyofatiga ularni chaqirdi. U eriga billa berishni aytib, necha qatim yolvordi. Biroq eri, "Men bugun banka hisobotini ko'zdan kechiraman, o'zingiz bering" deb qo'ltiqiga sumkani qistirib chiqib ketdi. U aynak oldiga g'irim qilish uchun keldi. Uning ko'z atrofiga siziq sag'an qo'riqlar bugun aniq ko'rinib qoladi. Ayol birini tindi. Ondan yuzlariga parda suyini purkidi. Biroq ko'zlarida lig'irlab turgan yoshlar uning pardasini buzib etdi. Bu kechilikka hammasi ayol bo'lib kelgan edi. Faqat o'zi yolg'iz bo'ldi. Uning ko'ngli yarim bo'ldi va o'ltirganlarga qo'rinib qarab qo'yadi. Do'stining tug'ilgan kunini xotirlaydigan tortlar asta-asta keng salni aylanib kelmoqda.